Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlari. Ko'pchilik uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun 7 ot kuchli motoblok olmoqchiman. Qanaqa 7 ot kuchli motobloklardan bor. Shuni menga video yozuvni qiyin ekan shu. Agroservis do'koniga yangi partiyada TX firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchli motoblokdan yangi partiyasi kirib keldi. Hozir bular qisqacha ma'lumotlarni hamda narx-navoni tashlab o'tib ketaman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastda nomer qoldirdim. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga nechta kerak bo'lsa, bizda optim baza kerak xarid qilishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib motoblogimizni yoqiltiramiz. Biza miqdor 3 litrlik urug'chi joylari zavodga bera oladi. 18 litrli esa mastering filtr qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, motorlar 170F motor. Hattoki moddatchilar ham qo'ydirib kelganmiz. Moddatchi o'zi nima kerak? Moddatchi siz bu yog'i suyulib qo'yilib ketadigan sifat holiga keladigan bo'lsa, o'zi avtomatik joyida o'chib qoladi. Korobka esa kattakon 450 talik korobka hisoblanadi. Ballonlar ko'rshilanku yaxshi 410 ballonlardan charm ballonlar qo'yib ishlangan. Tez yedirib ketmaydi unchaga. Xo'p, endi rullar tashlaman. Rullari juda ham uzun qilib ishlangan bo'ladi. Oldiga ikkita, orqaga bitta skollar mavjud. Orqasida qishloq xo'jagiga bomba, qishloq xo'jagiga suv nasos, karcha batdan hisobga qilishingiz mumkin bo'laveradi. Xo'p, men motoblogim bor, lekin mana bunaqa aravalardan kerak, peshkalardan kerak ekan. Shu aravalarimizni ham bor. Xo'p, aravamizni tashlaman. Aravamizni tishlasi aylanib bo'lmasa tishlar hisoblanadi. Motoblogingiz yoki arangiz o'g'irlab ketadigan bo'lsa, xo'p, ketyapsiz, bog'ingiz ichida yuk tashiyapsiz, o'zidan o'zi bir qaysiz motoblogingiz ag'anab ketdi. Keyin siz o'z tushib qolganingizdan so'ng orqadagi yuklarimga zarar yetdi deb o'ylasanglar, bu hech qanaqa zarar yetmaydi. Motoblogingiz o'ziga zarar yetishi mumkin, lekin orqasida yukingizga hech qanaqa zarar yetmaydi. Sababi aytyapman, dishlar aylanma dishlar deb ishlangan hisoblanadi. O'tirish qolib qo'yiladi. Endi shu joyda savol tug'iladi. Kam hamdaqa benzin yopib chiqsa o'zi nimaga degan o'zlaring. Xo'p, TX firmani Germaniya texnologiya asosida chiqarilgan benzin pilasi. Bu ham yangi qilib ishlangan ko'rishingiz mumkin. Buni bu to'g'otakinga berib yuboryapmiz do'konimizda. Xo'p, bundan tashqari keyingisi bu ham TX firmani Germaniya texnologiya asosida chiqarilgan pichalkalar bo'ladi. Bularni ham Agroservis do'koni mutlaqo tegiga berib yuboryapti. Eng qizig'i va eng kerakli joyi siz uchun mashnaqa kattakon batareykalarni ham berib yuboryapmiz. Xo'p, davom etamiz. Bularni o'qiymiz. Endi gapimga to'xtalib qilib beraman. Motoblogimiz yoki aravachxonasi ishlanib bo'lmaydi dedim. Va'da ko'ramiz. Xo'p. Aytganimdek, aravani o'g'irlatib qo'ydim, ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa zarar para yetmaydi. Sababi buni tishlasi aylanib, ularga tishlar hisoblanadi. Hamma o'g'il ta'til nisbatan bunga hisoblanadi. Qanotlar ham juda ham yaxshi qanot. Bolalar skuter bilan aytib o'tganimdek, hamma o'g'il kontrastdan bo'ldi. Eng qizig'i burchalarni profilga o'xshatib qo'ygan o'zimiz. Endi kelar buni bitta ishlashini ko'rib olamiz. U holda kelar videomizni boshladik. Endi kelar kanalni ko'ramiz, ko'rishlar uchun. Kanal ko'ryapti. Endi bitta bo'lib beramiz. Kelamiz, kanalga turib turadi. Chuqurligi qancha deb o'ylaysizlar? Mana.
turlilari ham yaxshi, balonni shunchaki kestishyapti kerak. Xo'p, buni hozir ko'mib qo'yayotgan sababi balon aylanyapti va mana bu yerda toshlar tushib ketaveryapti. Shu sababida ukam yo bu tomon esa mana akalar ishlashlarni ko'rdilar, ishlashlarga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol shaharda suv chiqib ketaman deb bemalol chuqurlarni ko'lab tashlayapti. Pichoqni o'rniga balonni o'zi ham yeringizni ko'lab chiqyapti bu. Xo'p, boshqa joyda ko'rdilar, qanaqa tormizda yuradi yoki qanaqa tormizlarda ushlaydi, nima ishlar qilishni hammasini bir qator ko'rsatib aytib ketdim. Kimga mana shunaqa original 7 kuchli motorli ko'taradigan aravalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastida nomerlarni qoldirib, qanaqa chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, agroservis do'koni. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Akalar, bunday oldu. Haylash oldu. Lekin video boshladikda benzafiya jalka barga beramiz. Va'da. Bizni do'konga kelib, o'ziga ham bitta motorli olishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Agar bundan xohlaganida o'zi olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi biz do'konimizda bitta bu turdagi texnikalardan emas, boshqa turdagi texnikalarimiz ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Aytayotganda biz do'konga kelib, o'ziga yoqqan bitta motorli xarid qilib olasiz va do'kon ichida omadli baravarimizni aylantirasiz. Baravarimizni nimaga tushsa mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz berib yuboriladi. Ko'rishingiz mumkin baravarimizni. Xo'p, kamera shu yerga o'rnatib qo'yaman. Xo'p akalar, baravarimizni ko'ryapsizlar. Baravarni bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. O'ngga ham chapga aylantirishlar farqi yo'q. Tepasiga qo'yamiz, qaysi biriga to'g'ri xuddi so'g'am berib yuboraman. Ko'rib turganingiz endi Makita firmasiga tegishli mana shunday shulpa o'ylabdi berib yuboramiz. Shu yoki undan tashqari aytdim, bargarga beraman dedim. Pulishni olib beraman. Pulni 100 so'm so'g'ib berib yuboraman deb qo'shing. Bu yerda satib shunaqa to'pdo'kon, mutlaqo tekin yo'q ketaverasizlar. Akalar, e'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Bundan keyingi qiziqarli va sizga manfaatli bo'ladigan videolar ko'rishlik uchun pastda obuna tugmasi turibdi. Obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Xayr, sog', salomat bo'lasizlar.